Xuşallıqning siri. Abdori Adam Jackson. Angliya. Tarjima qilguvchi Farida G'upur, Buxalcham Ablat. Söygünün sirining pand nasihatlari. Söygüge erishmoqchi bo'lsangiz, avval boshqalarga söygü ato qiling. Boshqalarga ato qilganingiz qancha ko'p bo'lsa, erishganingizmi shuncha ko'p bo'ladi. Yaxshi ko'rgan odamingizga ko'nglingizni ifodalang. Uni ta'sirlantiring. Sizni so'yman deyishdan hargiz qo'rqmang. Haqiqiy qiziqish jismoniy jihatdagi jalbkorlikdan emas, balki cho'nqur mas'uliyatchanlikdan, ko'ngil bilishdan, ishtiyoqdan keladi. Sizning söygü siringizga ko'rsatma. Sizmi u buvayni izlayapsiz? Amaliyotda u alliburun yeningizga keldi va sizga bir vazifa topshirdi. U bo'lsa-mu söygü sirini yezish va uni boshqalarga yetkazish. Ovozliq kitob Abdi Tali.